Pul oqimini ochishning 3 ta oddiy texnikasi. Pul odamni buzadi. Pullar yomonlikka ishlaydi. Halol yo'l bilan boyib ketib bo'lmaydi. Agarda bu fikrlar sizni ongingizda bo'lsa, bularni o'zgartiring va pul Alloh bergan imkon. Pul orqali men yaxshilik qilaman deya ichingizda doimiy tarzda takrorlab yuring. Ikkinchi qadam, vizual tarzda pullarni tasavvur qiling. Ko'zingizni yuming. Tasavvur qiling, osmondan ilohiy nur oqib, sizni butun tanangizga yoyilyapti va bu nur baraka va rizq oqimi. Ichingizda 7 marta doimiy tarzda men barakaga ochiqman, men halol pullarga ochiqman deya takrorlang. Bu vizual amaliyotni muntazam bajaring. Uchinchidan, pul doimiy harakatni yaxshi ko'radi. Ezoterik manbalarda pul sadaqani, ehsonni, yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi va natijada sizni hayotingizda katta pullar kirib kelishi va hayotingiz farovon bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta amalni hayotda qo'llaydigan bo'lsangiz, pullarga oson va yengil Allohning izni ila ochilasiz.